Mana ko'chamiz. Mana bu yerda gazi, sveti bor. Darvozamiz o'ttiring. Tashka qilingan. Darvoza kirgandan mashina kirsa ham bo'ladi, endi bemalol mashina kirib chiqaveradi. Akkuratni mana ayvonlari. Xonasi. Bemalol qish kuni o'tsa ham bo'ladi yosh oilaga. Bag'dan ham eshik qilsa bo'ladi, yana kirib chiqishga ham. Hozirgi holatiga boramiz. Podvali. Mehmonxonamiz. Katta mana. Bemalol. Remontlari ham yaxshi. Konditsionerlari ham bor. Bemalol yozda kuni o'tsa bo'ladi. Hozir xonasiga boramiz. Mana ayvonlari. Men kirganman. Bu do'stlarning yotoqxonalari, shkaplari bor. Ichidagi hamma narsalar bilan o'tiladi. Remontlari ham yaxshi. 90-yil qurilgan ekan bu uylar. Tak. Hozir bunday kiramiz. Kuxnalarimizni ko'ramiz. Kuxnalarimiz. Chiqqandan tak, mana burada 8 tonnali havuzimiz bor. Hojatxonamiz, mana daldor daraxti. Hozir bu yerda kuxnamiz mana. Kuxnamiz bo'ladi. Mana kuxnamiz akkuratno. Hammomimiz qilamiz. Kirganman hammomimiz zali. Ichida xonasi. Hammomimiz eshikdan o'tib kiriladi. Mana bunisi ham zallari. Svetda yoqamiz. Bu yerda bemalol kir mashina yuvsa ham bo'ladi. Patrollari. Mana kranlari, vanilarga qo'lga yuvsa ham bo'ladi yerda ham. Mana kontrollari ham bor. Ishlaydi avtomatika. Mana bemalol o'tirib, bemalol yuvinsa bo'ladi yerda. Mana tak katoli bor. Bemalol parni qilib chumoqsanglar bo'ladi. Mana remontlari ham yaxshi hammomimizni. Chiqqandan bu zavodda kanalizatsiya ham bor. Bu yerda bemalol ko'radi. Kranimiz. Mana bu yerda bemalol molxona bor. Mollar. Bemalol molxonasi, mol boqsa bo'ladi bu yerda. Katta ayvonimiz bemalol. Svet qilingan mana. Svetlari bilmadim svetlari. Keyin bu yerda tandir mana bemalol non pishirsangiz ham bo'ladi. Bu hojatxonamiz, hovlimiz yuzasi.
hovlimiz yuzasi. Keyin keladigan narxi $45,000. Kelishamiz, kami bu. Shu pastdagi nomerlarga qoldiraman, murojaat qiling.